shu tezlashidi deb o'ylayman. Bu ilgari yerda esimni qilishcha men dastlabki o'quvchi bo'lib kelgan vaqtlarimda panoh tilaguvchilarniki nimasi faqat 5 oydan sort echiladi. Undan keyin 10 oyga o'zgardi, 20 oy, 22 oy degandek. Hozir qarab boqaylik, mana hozir qancha vaqtda chiqadigan bo'ldi. Virus deb texnomoniya bo'lib ketdi yaxshin. CIC-GC.C Kanada hukumat orbitining o'ziga ham kirib boqaylik. Kelgandan keyin sizlarga bu yerda hozir panohlik ishlariniki processing time deb ham kirgizib boqay. Kanada hukumat orbitiga kirib qandaqqa nim qilmoqchi deganni refugee status qarab boqay. Which refugee program deganga government assistant, private sponsored, protected person. Ma uchinchisiga kirdi. Kanadaga o'zi kelib, mishadan Kanadaning ichidan yoki bo'lsa chegaradan qolganlar. Ma private sponsorship refugee degan nima ilgari bir nimlarda so'zlagan private sponsor refugee ilg'i 5 kishi nim bo'lish degan. Ma government assistant refugee degan ilg'i Turkiyadagi tizimlashni mush yo'l bilan qilamiz degan. Ma private sponsorship refugee niki buniki turlari programlar ayrim. Kanadaga o'zi student visa, work visa qatorliqlar bilan kelganni, anadan keyin kelib o'sha yerda panohlik tilaganni, protected person convention refugee deb olsak, processing time 25 oyga so'zlab bo'libdi hozir. Bu yerga keldingiz, panohlikqa iltimos qildingiz, shu 25 oygacha sizning statusingiz 25 oy degandan bundan oz bo'lishi mumkin. Ta'limingiz bo'lsa bir necha oydan, uzun bo'lsa 1 yil 2 yil, 25 oygacha so'tingiz ochildi degan gap. İşte bir narsa Kanadaga bir narsalarni surishtirmoqchi bo'lsanglar, shu shaxslardan surishtirgandan sirt o'zinglar shu Kanadaniki hukumat to'rbetining ichiga kirib CIC-GC.C hukumat to'rbeti bo'ldi. Tilini talablama izlaydigan yerga kirgizadigan ismni kirgizadigan mazmunni yasanglar, amanimizda shada chiqadi. Aniq to'g'ri javob shu Kanada hukumat to'rbetidan ola olasizlar degan gap.